Barchangizga salom do'stlar. Bugun biz siz bilan North Stage Mall deb nomlangan ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, men bugungi videoni boshlayapman. O'tgan qismda bu yoqga, ya'ni magazinga ishga kelgan edik. Xo'p, yana nimalar bo'lgandi? Presslagachi. Xo'p, ishga kelgandik. Bizani qanaqadir do'stimiz bo'lardi. Aran ismli adashmasam, yaxshi ko'rgan qizi bo'lardi personajdan, yana qanaqadir hot-dogchi bola bo'lardi. Va o'tgan safar aynan esimda, videoni oxirida bitta mashina mani urib ketgan edi. Bitta ekrandan nimadir yopishib qolibdi. O'qotmayapmanmi ekran? O'tmish. Bu shunaqa turaveradi. Va qanaqadir ovoz kelyapti menga, tamom. 11:38 PM deydi. Hop, tamam. Bu tarafimdan kelyapti musiqa. Da mana. Sal qopti, uxlab qolishimga deydi. Bu yoqda kim bor? Shu doim mana shu derazaga kelganimda nimadir yuragim jiz ettiradi-da. Mana bu yoqda mikrofon qo'yilgan, lekin bu mikrofonimni eshitmaydi-da. Xo'p, shuni давайте tashqariga chiqamiz. Mana bu odam zombiga o'xshaydi deydi. O'tgan safar bu yoqlarni o'ynagandik-ku. Hop, bu yoqni o'ynab tashlayveramiz. Xullas, qorovullik ishi oson emas deydi. Ichgan odamlar va qanaqadir insonlar deydi. Men ularni tashqariga o'tvorsam bo'ladi, lekin men jim turibman deydi, ya'ni sokin turibman deydi. Da, ketaveradi bu. Uka nima qilding? Bo'pti, ketavergansan. Jim Market deydi. North Stage. Bu North Stage'ni ma'nosini topa olmadim lekin. Manda shift bor yugurish uchun. Hop. Dylan u yo'lga bor deydi. Xullas harakat sezildi deydi. Molning ichidami? Men o'ylaymanki, shunchaki oddiygina signal bo'lsa kerak. Xullas ichkariga kir deydi. Xullas bu yoqda aytyaptiki, kirib ko'rgin deyapti. Qanaqadir nima deydi? Harakat aniqlanibdi, molning ichida deydi. Xo'p, uka o'zing kiraversang bo'lmaydimi? Ko'ryapsiz, men xullas ichkariga kirishim kelmayapti deydi. Molni kaliti bor ekan. U vahima bilan kirib keladi. Negadir menga lekin ikkinchi etajga chiqmagin dedi-da. The silence the mall was terrifying but xullas bu yoq jimlik deyapti, ammo men ularni yoqtirmayman deydi. Hella Optics. Negadir menga ikkinchi etajga chiqmagin dedi-da. Bankomat. Qaranglar, shuni qanday bo'lsa shundoq tashlab ketilgan. Hamma narsa. Aran. Sani rasmingni topib oldim deydi.
Nima muncha semirib ketibsan deydi. Yo'q, men 5 kilo yo'qotdim deydi. Sen juda ham kattasan deydi. Haliyam juda kattasan deydi. Iltimos menga ishlash uchun ruxsat ber deydi. Xullas, Arim meni ustimdan kulishda davom etadi deydi. Buni o'qish kerak emas. Not cross. Xo'p, bu yo'lda men nima uchun keldim? Qani hech qanday harakat topolmayapman. Arim meni harakatlarimni ko'rib turgan ekan, значит, hali ham tirikman. Shunisi quvonarli. Hali ham tirik yuribman. В смысле? В смысле, mana bu yoqda kimdir o'tib ketdi-da. Xo'p. Mana hech nima ko'rmayapman. Просто tak chiqib ketamiz. В смысле? В смысле meni bu yoqdan chiqarmaysizlar? Nega? Viren deydi. Xo'p, давай mana bu yoqlarni ham bir o'rganamiz. Oho, yuqorilar. Albatta do'stlar, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Meni yurgan o'zlarim butun mol bo'yicha eho beryapti, ya'ni aksiyada beryapti deydi. Qo'rqib ketibman. Arin deydi. Something inside the mouth is standing at the entrance near the stairs. Xullas kirishda kimdir o'tiribdi deydi. Men back to the booth. Xullas aytyapti, chiqgin, get out, ya'ni tur yo'qol yo'ldan deyapti-da. Men kimnidir ko'rdim deydi, lekin o'ylaymanki, u shunchaki tasavvurot deydi. Fonarikni xullas men ketishga qaror qildim deydi. Qo'rqib ketibman. Hey, sen meni uyimga bostirib kirding deydi. Bu sizning uyingiz emas, bu shopping mall va u hozir yopilgan. Shopping? Janob, siz bu yerda qololmaysiz. Mall yopilgan. Bu yerda sirlar bor va ular hech kim bilish. Stop. Bu yerda sirlar yashiringan va ular hech kimni uni bilishni xohlashmaydi. Qanday sirlar? Agarda men bilsam, bu sir bo'lmasdi. Bu yoqqa keling, biz bu yerdan ketishimiz kerak. Orqamdan keladimi bu? Eshikni ochsang chiqib ketaman deydi. O'zing ochib keta olmaysan. Kaltmanday aytgancha. Hop, ketganicha kuzatib turaylik. Bu shunchaki uysiz bolaga o'xshaydi deydi. Arindan radioga xabar berganim ma'qul deydi. Ko'riyda, ketdimi boyagi? Da, mana chiqib ketyapti. Hop. Arin, eshityapsanmi? Ha, men bu yerdaman. Nima qilyapsan deydi. Nima bo'ldi? Yaxshimisan? Va bu shunchaki uysiz bolaga o'xshaydi va u meni juda qo'rqitib yubordi deydi. Men bilmayman ular qanday bu yerga kirib qolganini. No problem. It was just escape. Hech qisi yo'q, bu shunchaki qo'rqib qo'ydi deydi.
Xullas, och qoldingmi? Bu yerda yo'lning narigi tarafida hot dog sotadigan bola bor deydi. Da uka bilaman. Hop, you can go sir. Double hot dog. Xullas u yerga bor deydi. Ikkitalik double hot doglar zakaz qil deydi. Barni doim xullas seni yaxshi ko'radi deydi. Double hot doglar deydi. Men o'sha yerdaman deydi. I decided to try Barney famous hot dog deydi. Men Barney'ning mashhur hot doglarini yeb ko'rishga ahd qildim deydi. O mashina yo'q, urib ketadi. Mol bo'sh deydi. Menyuni ko'r. Hot dog. Super Barney's deydi. Double hot dog. Double'lar Barney yaxshi bolaga o'xshaydi, chunki o'zimiz oldida tayyorlab beryapti. U juda tez. Bu delish, ya'ni shirin hot dog deydi. Bilasiz nimadirlar deyapti. Ular to'lashing shart emas deyapti-da. Nimalardir bosib yotibman. Men umrimdagi eng yaxshi hot dogim bu deydi. Kirish joyi qayoqda deydi? Ha. Qani bossang yeysan deydi. Yeb ketyapman. Sosiskali hot dog, double hot dog ekan ya'ni. Hop. Keyin bossang tashiysan. Da ketdi mana. Hop, hot dog aytsa look kamera. Xullas hot doglar juda zo'r edi deydi. Hello Dylan Miller. Ikki marta bo'lsa kirar ekan bunday. Mashina kelyapti. Bu yerda hech kim yo'q. Bu yerda ham, bu yerda ham, bu yerda ham. 7-kamera doim ketdi. 7-kamera yopiq edi deydi, ammo men xullas ko'rgandim uni. Kimdir yurib ketganini ko'rdim deydi. Qanaqa chiqadi? Mana. Aringa aytishim kerak deydi. Arin eshityapsanmi? Men bu yerdaman deydi. Xo'p, 7-kamerada nima bo'lyapti? Yo'q. 7-kamerada xullas kimdir yurib ketyapti. Sen shunday deb o'ylaysanmi? Xullas, qimirlash sensorlari o'chik deydi. Hech nima sezmabdi deydi. Xullas, bu yoq niqob bilan o'ralgan deydi va u kimdir yonidan o'tib ketdi deydi. Men va'da beraman, ertaga bularni tuzatish uchun kimnidir jo'natamiz deydi. Xullas, ishingni bajar, biron kishini ko'rsam deydi, ichga o'zim aytaman deydi. Tushunarli. Bu Arin o'z ishini bajarmayapti-da, bolalar. Chunki nima bo'lgan taqdirda ham erta qilamiz, bugun qilamiz. Xullas, hammasi oldi qochdi gaplarda. Ekranim qora bo'lib boshladi. Hop, prosta tak turaveramizmi? Mana shu joyi juda yomon ekan-da, qop-qora bo'lib turaverar ekan. Kamera qotmayaptimi? Yo'q. Turaveramanmi shunaqa? Klaviaturamga qarab. I followed Aaron's orders, ignored the guy. 7-kameradan o'tib ketgan noqani xullas ignor qildim deydi.
Xullas yana o'sha uysiz bolakay deydi. Men uchunmi? Bu juda g'alati deydi. Nimadir aytyaptiki, u yerda nimadir ne to deb deydi. Bizi personajimiz. 1:22 AM. But first I really need. Xullas yeyishim kerak deydi. Luna. Xullas ishingdan xavotir olyapman deydi. Xavotir olma. Uxlayapsan shundaymi? Ha. Xullas. Bilaman, fonarigim qani? Mana emasmi fonarigim? Da mana. Men bu yerda elektrlarni ko'rgandim-da. Xullas hamma yo'q deydi. Bathroom ya'ni nima desam? Hozir. Xullas hamma yo'q vanna deydi. Da mana. Hamma yo'q vanna, burchak joy topishim kerak deydi. Da barcha horror o'yinlaridagidek bu sahna bizga ko'rsatiladi. Tamam. Ketaveramiz shekilli. Kimdir nima bo'lyapti? Molning ichidan kelyapti bu ovoz deydi. Kirmaymiz uka, to'g'rimi? Bas men bukamga qaytdim va tezda kameralarni tekshirdim deydi. Tekshiraman deydi. Tekshirmas. Da yo'q uka. Night vision yo'q. Kimdir mana bu yoqdan tushib ketdi deydi. Tamam yana hiç kim... I saw the man almost guy and I had run into the river. He was definitely hiding something there. Xullas u yo'lda... Yana da yopti. Xullas men Aringa telefon qilishga qaror qildim deydi. Yana o'sha uysiz bolakay. Men uni biroz oldin chiqarib tashlagan edim ku deydi. Central eshityapsanmi? Xullas endi juda ham endi ko'proq energiya bor ekan Dylan deydi. O'ylagandim allaqachon uxlab qolganing deydi. Aram bu yerda nimadir Nito. Nito qanday qilib? Xullas zinalardan kimdir tushib kelyapti va kameralarni kimdir yopyapti. Xullas yana o'sha uysiz bolakaymi? U bizga juda ham ko'p problemalar olib kelyapti deydi. Xullas hech kimga kerak emas, u yoqda yuraversin deydimi? Go take a look. Just go up to the first floor. If you don't see anything, just come back. I'm serious. If you get hurt in there, I'm the one who's held responsible. Alright. I'll keep an eye on you through the camera. Xullas bu yoqda aytyapti, biz uni necha marta chiqarib tashladik deydi. Nima? Sometimes u meni dadamga ko'proq o'xshardi deydi, chunki u mendan katta deydi. Xullas aytyapti, uysiz bolakayni necha martalab chiqarib tashladik deydi. Uni xullas yolg'iz qo'y deydi. Lekin xo'p, men boraman baribir deyapti-da biz personaj. Ular kalta olish esimdan chiqibdi-yu. Xo'p, keyin aytyaptiki, unga faqat birinchi etajga qaragin deydi. Menimcha ikkinchi etajda bu o'rtog'imiz nimadir yashiryapti-da. Chunki doim ikkinchi etajga chiqma deydi. Xullas, senga nimadir bo'lsa o'zim kechira olmayman deydi. Men nimadir deydi xullas.
Molni kaliti deydi. Men ichkariga kirishga sal qo'rqyapman deydi, ammo u yerda kimdir borligini bilaman deydi. Eshik juda shovqinli ochilarkan. Upstairs first floor deydi. Va men zinalar bilan birinchi etajga ko'tarildim deydi. Shunga yaqin so'zda. Voy. А, bu birinchi etaj, в смысле? Men bu yoqda hech nima ko'rmayapman. Ikkinchi etajga chiqsak nima bo'ladi dedim. Store with door open deydi. Bu yoqda eshigi ochiq, store ya'ni eshigi ochiq magazin bor ekan deydi. Oho. Bu maniki meni qo'rqitib yubordi deydi. Mani rostdan qo'rqitib yubording-ku. Bu yerda kimdir yashagan deydi. Mana shunga meni osib qo'ysa-ya boyagi bo'lmish. Shaharni yordim boyagi keladi-da o'zi. Arin deydi. Qayerdasan? Sen kameralardan yo'qolib qolding deydi. Eshigi ochiq noqa bor ekan deydi. Bu yerda kimdir yashagan deydi. Nima deydi? Xullas, I promise. Men va'da beraman, bu bilan ertaga shug'ullanamiz deydi. Bo'pti, chiqib ketaveraylik-de. Boyagi bo'lmishdan qo'rqyapman-da, lekin to'g'risi. Tamam bo'ldi, chiqib ketamiz. Qo'rqinchli joyi yo'q, lekin maniki mani qo'rqitib oldi. To'g'risi ham. Mol 2-3 qavatlikda. Nima uchun tashlab ketilgan bu yoq? Shift yuryapman-da hozir. Chiqaylik. Rostdan chiqaylik. O'zim butkamga boray. Bunga nima chizib ketilgan? Personajim sakrolmaydi. Men buni eshigini ochib qoldiruvdimmi? Brain qo'rqitib yubording. Barneymi? Ha. Barney, sen bu yerda nima qilyapsan? Xullas, sen meni yuragimga hujum qilding. Davaychi mana shuni gapiramiz. Xullas, keeping on. Xullas, kechirasan, men seni qo'rqitmoqchi emasdim. Shunchaki ko'zlaringni ochib tur va hech kim yurmasligini ta'minlab tur deydi. Xullas, men o'zim hal qilaman, sen bu yerda bo'lmasliging kerak. Ha, brat xafa qilib qo'ydik-ku. Xullas, meni kechirgin deydi, men shunchaki yordam bermoqchi edim. Tinchlan, hammasi yaxshi deydi. Xullas, menga kelayotganingni aytib qo'y deydi. Men uni ko'rdim deydi, molda ko'rdim deydi, molga kirib ketganini deydi. Men xuddi kartim deydi va u under the berries barrellarni tagidan o'tib ketganini ko'rdim deydi. Xullas, uysiz bolakay, u meni klientlarim qochiryapti deydi. Men uning yoniga bordim va ketishi kerakligini aytdim deydi. Ehtiyot bo'l u bilan deydi. U xullas xavfli ko'rinmayapti deydi. U psixopat hech qachon ko'rinmagan deydi. Xullas xavfli ko'rinmagan deydi. Yaxshi.
Xullas biror nima kerak bo'lsa meni qayoqdan topish bilasan deydi. Uka qo'rqityapman unaqa bo'ldimi? Xo'p, mana bundan nimadir olib ichaylik. Ha, ichib bo'lmaydi. Biz topshiriq biza hech nima qila olmaymiz, to'g'ri? Xo'p, mana nimaga kerak? Mana nimaga kerak? Xotdokchi bolakay chiqib ketdi. But she started get really strange deydi. Xullas bu smena juda g'alati boshlandi deydi. Xo'p, men o'zim nima qilishim kerak? Da. Ekran qoraydi. Doimgidek. Mana shuna qora ekranni ko'rib o'tiraman web kameram bilan. Yoki klaviaturamdagi chiroqlarni ko'rib o'tiraman. Xo'p, tezda qo'ysa-da, mana shunaqa kuttirmasdan. Mana qotib turadi-da, keyin boshlanadi. Hop. Men xullas charchadim kreslomda o'tirishdan deydi. Bu juda zerikarli deydi. Mening o'sha men o'ylaymanki o'sha uysiz bolakay nimanidir yashiryapti. Xullas ichidan pojarning signali yonib qoldi deydi birdaniga. 3:15 AM. Xullas tungi 3:15. I had to warn Aaron over the radio deydi. Aaron eshityapsanmi? Aaron. Aaron yo'q. Hop. Xullas o'zim ishimni qilishim kerak deydi. Da ketdik bular molga. Eshik ham bor, siqib qo'yarganda mana shunaqa. Eslab qolinglar bola, eshikni yopdim. Eshikni ochib kirdim. Vahima bilan. Xo'p, davayda ikkinchi etajga chiqamiz bola, nima bo'lsa bo'lsin. Men ketdim ikkinchi etajga. Nimaga вообще farqi yo'q. Xullas chiqmasligim kerak edi. Aaron radioga javob bermadi. Xullas tepaga chiqmasam bo'lmaydi deydi. Aaron u yerda nimadir yashiryapti-da. Olov yonyapti, смысле? Olov yonib turibdi-da. Da, mana. Bu yoqda hech kim yo'q deydi. Xullas men o'chirishim kerak uni deydi. Hop. Qayoqdan o'chiramiz? Огнетушитель hech qayerda ko'rmayapman. İyi mana. Bu meni qo'rqitmadi. Mening tanam muzlab qoldi. Va men aynan shu yerdaman. Demeni. Xullas sen deydi. Yo'q, yo'q. Xullas u seni diqqatingni tortmasligi kerak edi. Bu yerga chiqishingga sabab bo'lmasligi kerak edi deydi. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? U shunchaki aytdi, uni hech kimni bu yerga qo'ymagin deb. Oddiy, bu yerga kelsa, men uni qo'rqitishim kerak edi. Nima haqida gapiryapsan? Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? So'kinma uka. Plus fuck deydi. I had no idea. Nimani himoya qilayotganimni bilmayman deydi. Kel, men senga ko'rsataman deydi. Hech kim ko'rmasin seni?
Da oti bor mana. Hop. Uka. Qo'lida pichog'i ham bor. Pul. Radio. Drugs money. Pullar. Ular bu yerda bo'lmasligi kerak edi. Narkomaniyalar. Shuncha pul. Bir chemadon pul. Bular haqida men hech nima bilmayman. Ular bu yerda nima qilyapti? Xullas, men ko'chada yotganimda u menga kelib yordam berdi deydi. Xullas, kim haqida gap? O'ldi. Bu kim? Do'stlar, men bugungi qismni shu yerda tugatmoqchiman. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. 3-qismni albatta kutinglar.